Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismini anglatishni boshlaymiz. Alvatan ishqida yongan jangchi biz, mardoni biz, qas qilganni pas qilarmiz, g'olib biz, palvoni biz. Eldeki iş, altı oğrunun işi olmasın, inqilabga. Ular özlerinin inqilabi hükümetini kurup boptu. İşte 4 yıl, Manas boyda ötken 4 yıl. Burunrak kelsanlar çökaşki. Bizning qayg'ularimiz, fojialarimiz muncha ko'payib ketmasaydi. Yoshsun Osman! Biz Osmanning bandisi. Seri qishlar izdan mangan kafirlarni o'ldiringlar. İnqilab qurbonlarini unutib qoldikmi? 6 oyni oson azod qildikmi? Ta'tirqo'yin chiqirayotganlarni nimishqa to'smaymiz? Oğullar bilan tang maydonga chiqqan qizlarga salom. Barakalloh sizlarga. Yoshanglar vatanning qahramon qizlari. İnsonda do'stga mehr muhabbat, dushmanga g'azab nafrat bo'lmasa, uni qanday odam degani bo'ladi? Keyni-keyindan berilgan neyzidek o'tkir savollar 2 xabarchini gongirtib qo'ydi. Ular nima deyishni bilolmay qoldi va chiroylari totirishga boshladi. Nizomiddin ochiqida egiz bo'yli xabarchining gimnastorkasining yoqasini birli tortgan edi. Gimnastorka yoqasi uning qo'rsqig'icha yirtilib tushdi. Uning ichki ko'ngliki milliy qismlarning bosh tarafiga qizil jiyik tutilgan maykasi bo'lmasdan tik yoqiliq no'g'aycha ko'nglak bo'lib chiqdi. Nizomiddin qattiq varqiradi. Iflos, bandit! Et! Polik komandirim kim? U yenidan to'pinchasini sug'urib oldi. Qo'pon, dedi birisi. Ish oyon bo'ldi. Hammish oyon bo'ldi. Nizomiddinning g'azabi texmi o'rlagan edi. Demak, general shtabi avatgan birinchi qatimli xabarchining yenidagi buyruqni banditlar qo'lga tushirib olgan. Uningdan keyin kelgan xabarchilar banditlarning ular bizning eskadronlarimizni aldab elib ketgan va halok qilgan. Etib tashlanglar buni. Nizomiddin 2 banditni otqizayotganligiga shu hamon o'kindi. U urush jarayonida bugun birinchi qitim yeniklik bilan ish qilganligini shu hamon his qildi. Polik sapga. Nizomiddin polikni ko'zdan kechirdi. Orom 100 ga yaqin odami qolgan polik uning buyrug'ini kutmoqda edi. Biz hozirmi jangovar qism. Endi tövellab mangimiz. General shtabini topamiz, dedi Nizomiddin va etig'i irg'ib mendida sapning oldiga o'tib mandi. Nizomiddin xiyol bilan ketib boradi. General shtabi nima qilayotgandi? Nemishqa aniq yo'lnish ko'rsatib bermaydigandi? Shu topda ularning beshiga tushayotgan kun bizninkidan eg'irmi ya? Qanday ish bo'ldi, ha? Bugungi sabdishing atiki dushmani. Yansixayda qolgan mening polikim Savandan chiqqan Qolibak. Takamallar bilan urush qilyapamdikin. Qaysi tariqada urushyotganda? Ishonchlikni qadam yutqiyolmaydigan andishlik yurish ularning beshiga tushayotganda balki. Nimali bo'lmasin, ular sinalgan jangchilar edi. Yon-yon turgan odamingga ishonch qila olmasang, jang emas, odatdagi safarmu xatarlikda. Qiyin, intoyin qiyin bo'ldi. Sinalgan jangchilarim nalarda qoldi? Uning qalbi seg'inish bilan yondi va u o'zida qandoqdir ig'ir ma'yuslik his qildi. Qism Qur'on daryosining agmisiga kelganda 3 tarafdan, 2 yoqdagi tog'dan va oldidagi to'qaydan tuyuqsizda o'q chiqib ketdi. Jangchilar otlardan tezlikda irg'ib tushib, oborun tutib yetishdi. Nizomiddin qo'liga avtomatini oldida soydan yupirilib chiqayotgan banditlarni o'qqa tutdi va ularni chekintirdi. Qism to'pilikka yamashdi. Nizomiddin shu chog'da atrofga zan qo'ydi. Botir G'ozi, Oqilbek boshqalarni zan qo'ydi. Hammasi tushundi. O'zlarining banditlar qo'rshovida qolganligini tushundi. 2 yoqdagi tog' bag'ri banditlar bilan go'mildab ketgan edi. Ya Muhammad, Mulqa, Chaqabay, olg'i bos! Banditlar shundoq deb, ha deb hujum bilan keladi, chekindirlatdi.
Lekin qism bu yerdan uzilib chiqib ketishga amalsiz edi. Qanday qilish kerak? Bu savolni hammadan ko'proq Nizomiddin o'ziga qo'yatdi. U o'yladi. Ikki yo'l bor. Biri oxirgacha elishish yo'li. Bu yo'l bilan manganda butun qism qirilib tugaydi. Polik bayrog'i yiqiladi, ammo dushman oz chiqim tortmaydi. Yana biri bosib chiqib ketish yo'li. Bu yo'l bilan manganda ko'p qurbon berishga to'g'ri keladi. Dushman oz chiqim tortadi, ammo polik bayrog'i yiqilmaydi. Nizomiddin keyingi yo'lni tanladi. Soydagi banditlarga butun qismi bilan shiddatli hujum qilib kirib va u yerdan o'rlab ikki yon tog' bag'rlaridagi banditlarga uzildirmay o'q etib turib, ularning oldidan chaqmoq tezligida uzilib chiqib ketishni planladi. Ikki skadron nomida qolgan 100 ga yaqin jangchining komandirlarini chaqirib o'z planini o'qitirdi. Jangchilar ko'z yumib ochquchi bo'lgan oralikda otlarga mindida dahshatli hujum boshladi. Qurollaridan biraqli o'q uzib, hurra tovlab hujumga kirdi. Kuchinib otgan granatlar dahshatli portlab tog'larni titratdi. Qismga tog' bag'ridagi banditlarmu tarasiltib o'q uzishga boshladi. Qism 5 minutga yetmagan vaqt ichida soy to'qayliqdan bosib o'tib, egizlikka ot soldirib yamashdi. Shiddatli etishlar boshlandi. Ko'tarilgan chang to'zon istitaklardan atrof qorong'ulashib ketdi. Charaslagan uchqunlar, lovuldigan yalqunlar taraf-tarafdan ko'tariladi. Bayroq yiqilyotdi. Bayroqni ilinglar. Nizomiddinning ovozi guldirmomidek anglandi. Bir jangchi vijildigan o'qlar ichida ot soldirib kelib, jon uzayotgan jangchining qo'lidagi qiysib qolgan bayroqni yulib oldida egiz ko'tardi. Qism yong'i o'q uzib, granat tashlab banditlar oldidan o'tmoqda edi. Ana, bayroq yana yiqilishga boshladi. Yana bir jangchi tezlik bilan uni ko'tarib oldi. Yana yiqilishga boshladi. Bo'lmadi, yiqildi. Bayroq otning yolida turib qoldi. Shu asnoda tezlik bilan yondab yetib kelgan Nizomiddin bayroqni oldi va ko'tardi. Ilgirlanglar! Qism banditlar qo'rshovidan uzilib chiqib ketdi. Atrofni qorong'ulik qopladi. Lekin bir necha jangchining jon pedaligi bilan polik bayrog'i lapildab, Nizomiddin polikning texi hayot va jangovar holatda turganligidan derak berib turadi. Polik bayroqni shundoq lapildatib, bir necha bel oshgandan keyin o'stan bo'yida to'xtadi. O'stan bo'yi sozliq edi. Ular otlaridan tushishdi. Nizomiddin etidan tushmagan edi. Uning qo'lidagi bayroq osmon bo'shlig'ida chaqnagan son-sanoqsiz yulduzlar nurida quva ko'rinib turadi. Hayot qolgan jangchilar bayroqqa qarashdi. Tosh shamolida lapildayotgan bayroq bu xatarlik yurishdan jangchilarni qutqizib olgandek hammaga umid bag'ishlaydi. Nizomiddin komandir jangchilarning nomini chaqirishga boshladi. Botir G'ozi, bo. Setvoldi, bo. Aqilbek, bo. Ahmad G'ali, Yunus, Kusharboy, bo. Tursun. Nizomiddin o'zidan boshqa 23 nafar jangchining hayot qolganligini bildi. Bizning polik texi hayot. Shundaqla yana jangovar holatda, dedi Nizomiddin ko'tarangu ovoz bilan. Biz Sarsunbiga kirib ketamiz. Yordorlarimizni hozircha amlayamaymiz. Qani, yurish boshlansin Botir G'ozi. Bayroqni qo'lingga ol. Jangovar yurish boshlandi. Kimdir biri g'ingshib naqshi aytdi. Bu naqshini hammasining Yordalarning aytqusi, varqirab yangratqusi ko'tirib etkisi keldi. Biroq polik komandiri ruxsat qilmaydi-da. Ammo boshqalar naqshining so'zlarini ko'nglidan birma-bir o'tkazmoqda edi. Al qo'lingga qizil tug'ni, berma dushmanga hech uni. Dushman so'zsa bizga qo'lini, yonjib tashlaymiz biz uni. Bu naqsha jangchilar talay qaytim aytgan, zo'qlanib aytgan, eng ig'ir paytlarda ruhlanib aytgan. Naqshsiz yashay olmaydigan odamlar har qachon ko'ngil kuylarini, dard hasratlarini, orzu armonlarini, kelgusiga bo'lgan ishonchlarini izhor qilib naqshi aytadi. Ular naqshsiz yashay olmaydi. Naqshsiz hayotni qanotsiz qush deb biladi. Ig'ir kunlarni, azobliq yurishlarni, hatto rahimsiz o'limni umidlik naqshi yengadi.
Ümitlik naqshilarning ruhiy quvvatida yarim kecha mezgilida jangchilar Sarsumbi bo'zog'isiga yetib keldi. Sarsumbi ichidan havshiyotgan ishlarning ansiz ovozidan boshqa hech qanday tevish anglanmaydi. Nizomiddin jangchilarni o'stan yoqisidagi chotqonliklar orasiga yoshirib, o'zi yolg'iz ko'rikdan o'tdi-da, to'rt atrofga zan qo'yib qaradi. Hamma yon jimjit va sirlik edi. U qo'yuq tallar orasidan pildirlab yeniyotgan chiroq sho'lisini ko'rib qoldi. Shu yoqqa shapsiz mengib, yo'riq deriza yeniga bordi-da, u yoq bu yoqqa qarab qo'yib, uy ichiga qaradi. Uy ichidan 18-19 yoshlar chamisidagi zilva bo'yliq bir qiz oq xalatlarni dastlab tizib-tatdi. Uning uchisida oq xalat, beshida oq bo'k bor edi. Nizomiddin bu yerning doktorxona ishkanligini bildi-da, oylanib kelib eshikni chekdi. Uy ichidan kiring degan ovoz chiqqandan keyin u uyga kirdi. Qiz Nizomiddinni ko'rib, dong etib turib qoldi. Kimsiz? Bu yerga qanday kelib qoldingiz? Men Shimoliy front 3-otliq polik komandiri Nizomiddin bo'laman. Nizomiddin degan siz miydingiz? Peshonangizga ko'karni iling, mo'ringizga pagollaringizni yo'qiting. Bo'ling darhol. Nim bo'ldi qizchaq? Nima gap bu? Nimacha huduqsiz? Texicha bilmamsiz? Nimani? Shaharni Osmon banditlari ishg'ol qilib oldi. Nima? Bugun 2 kun bo'ldi. Nizomiddinmi dong etib turib qoldi. Ha, mundaqda. General nada? Chekinib chiqib ketgan, burchinga chekingan, bugun u yerdan ketgan bo'lishi mumkin. Nizomiddin yuz bergan alomatlarning sirini endi to'liq tushundi. Peshonasiga o'rlab chiqqan sovuq tarni yengi bilan surtdi. Etingiz nima qizchaq? Shamsharqon. Xo'sh, Shamsharqon. Ular qayoqqa chekinmoqchi? Mening bilishimcha, biroqla Tarbag'atayga chekinsa kerak. Hozir qayoq xatarsiz? Shimoliy taraf bo'lishi mumkin. Ishim bitdi. Rahmat sizga. To'xtang, yo'ldosh polkovnik. Endi chiqib ketolmaysiz. Banditlar hoyliga kirib qoldi. Buni uy kirib karavotda yetib eling. Men kiyimlaringizni tez yechib, karavot ostiga joylang. Dedi qiz hoylidagi oyoq tevishini anglab. Qiz Nizomiddinning beshidagi shapkasini elib, ishkopning kayniga tashladi-da, yondagi eshikni ochib, uni kirgizib etdi va eshikdan beshini tiqib pichirladi. Surishtirib qolsa, Sovetning Sarsumbi konsulxonasidagi xodimmandan qozoqcha so'zlang. Oncha uzun o'tmay beshiga lo'nga o'rib olgan ikki bandit kirdi. Ular Shamsharqonga dori ishkoplariga sapsilib qarab, yon eshikni ochib, Nizomiddin yotgan uyga kirdi. Qizning yuraklari urib, o'pkasi og'ziga tiqilgandek bo'ldi. Bu uyda yotqanning ichiga kirib, ko'zini yumib, chiroyini bir qismi purishtirib, eg'ir kasaldek yotgan Nizomiddindan boshqa yana bir ho'shini bilmaydigan eg'ir yarador yotadi. Banditlar ularga bir qur qarab qo'ydi-da, ularning kimligini surishtirmay chiqib ketdi. Yaraysiz yo'ldosh polkovnik, xuddi eg'ir kasaldek yotdingiz. Shu topda har qanday eg'ir kasalning chiroyi bizdan yaxshiroqdi. Nizomiddin ulug' kichik tindi. Xo'sh, Shamsharqon, sizga bir iltimosim bor. Qinidan? Mening 8 yardorim bor. Ularning ikkisining ahvoli eg'ir. Yoshirib qola olamsiz? Qiz inchki suz qoshlarini hemirib o'ylab turib qoldi. Qandoq? Ishga bo'lsa tamoman mumkin. Undaq bo'lsa rahmat sizga. Men ketdim. 2 yordorni hozir jangchilarim akirdi. To'xtang, yo'ldosh polkovnik, dedi va ishkopning tortmasini ochib, morla, paxta va butulkalik dorilarni elib Nizomiddinga sundi. Qolgan yardorlaringizga zarur narsalar bu, elib eling. Nizomiddin dorilarni oldida yana bir rahmat aytib bo'limdan chiqib ketdi. Yiroqdan hovshiyotgan ishlarning ansiz ovozlari anglandi. Butun atrof uningga surlik to'yildi va teni aymandi. U tol oralariga qattiq diqqat qilib qarab mangdi. Sarsumbiga shuncha zo'r umid bog'lig'ini bekor bo'lgan edi. Nizomiddin jangchilarni boshlab yurishga otlandi. Uni eg'ir vahima va sur bosgan. Jangchilarni sur bosgan. Ular go'yo nishondan odishib, dahshatli dengizga ketib borgan yelkandek zulmatli kechida tog' bag'rini bo'ylab yurmoqda edi. Toshliq yo'lda otlarning tuyoqlaridan taroq-turuq qilgan ovozlar ko'tarilsa,
oralab, yalt-yult qilib o't uchqunlarini chachraydi. G'arbdan urilayotgan shamol horg'in jangchilarga shunchalik orom beradiki, ular shamolning yanama qattiqroq chiqishini tilaydi. Lekin hammaning qallasida vahimalik xiyollar. Bari yo'qi 22 odam. Uning ustiga buning 6si yaradir. Tuyuqsiz hujumga uchrasa, oyog'i ostidagi toshlardek yerga do'milab tushmasmi? Texi bu andishilik yurish qancha kun davomlashar. Shimoliy front general shtabini nadin topar? Sen uchun ishonchlik yo'l boshlag'uchi tepilarmi? Navada hujumga uchrab qolsak, hargiz qaytirma hujumga o'tmaslik kerak, dedi Nizomiddin yon-yon ketib borgan Botir G'oziga. Qanday qilib bo'lmasin, banditlarning ko'ziga ko'rinmaslikka tirishishimiz kerak. Biz bu yerning sharoitini, o'y-cho'nqirni bilmaymiz, yo'ldosh polkovnik. Qayerga chekinish, qayerga mo'kinish biz uchun qorong'u. Undaqda, dedi Botir G'ozi. Undaqda sanchi qanday qilsak bo'la? Elishqon tuzukmikin deyman. Elishqi bardash bergili bo'lami yoki elishib ustunlikka erishgili bo'lami? Men rost o'yimni aytay, yo'ldosh polkovnik. Mening bu yurishda hayot qilishdan, Shimoliy front general shtabini tepishdan umidim yo'q. Hozir biz qayerda, general shtabi qayerda kim biladi? Shunlashqa banditlar uchirsa elishib qurbon bo'lgan tuzuk. Bo'lmasa, ang bo'lmaganda biz bu dasht bayovolarda tenib yuribmi tugaymiz. Nizomiddin 1 minutdek jimib mongdida salmoqlik bilan mundaq dedi. Ras Botir G'ozi. Yurishimiz andishlik bo'layotdi. Biroq andish qilib umidsizlanish yaramaydi. Har bir yurish ko'p hollarda andishlik, ehtiyotlik bo'ladi. Ammo umid orzu yana ko'p hollarda andishini yengadi. Umid bizning yiqilmas bayrog'imiz. Umid bo'lmasa, rostilla andisha, ehtiyot qilib yurib barbod bo'lamiz. Umid bilan yuribmi o'lib ketishimiz mumkin-ku. Ang bo'lmaganda odamni umid yoshnitib, andisha qoqishtirdi emasmi? Qaysi afzal? Men mushu ayrim ahvolni davotiman. Mushu ayrimlikdan nemishqa umumiylikni ko'gili bo'lmaydi ekan. Aytayli, mushu yurishda bizning bir odamimiz saqilib, shtabga polik bayrog'ini topshirsa, bu bizning shundaqla butun qismimizning zo'r g'albisi emasmi? Biz uchrashqanli banditlar bilan elishib, o'zimiz qurbon bo'lib tugisak, polik bayrog'i yiqilsa, qancha ko'p dushmanni yo'qotganimiz bilan qanchalik afzalligi bo'la. Qoyil bo'lgan Botir G'ozi kulib ketdi. Botirlik afzal yo'ldosh polkovnik. Ya'ni aytaman, front shtabini cho'qim topamiz. Botirlik bilan elishadigan payt hozir emas. Bu yurishda botirlik deyiladigan bo'lsa, chekinish, mug'ambarlik qilib, dushman ko'zdan g'oyib bo'lib ketish, qaltis zo'r botirlik bo'ladi. Botir G'ozi jim bo'lib qoldi. Otlar oyoqlaridan bir xil tovush chiqarib, egri chamdab yurmoqda edi. Qism 2 kuni atiganligi kang, o'skilang cho'plik bir soyga kirib keldi. Bir o'stan suvning eqavatganligi va u yer bu yerda otkoli tezaklarning ko'zga tashlanib turganligidan bu kangri, chiroyli sayda odam borligi bilinib turadi. Ular otlaridan tushib dam oldi. Ang oxirgi nonlarini suvga chilab yeyishdi. Bu sayda odamning borligi biz uchun yaxshilik emas. Qurolliqlar bo'lmagan taqdirdami ishonch qilib bo'lmaydi, dedi Oqilbek. Albatta, muhimi polik bayrog'ini yo'shirish kerak. Qani yo'ldoshlar, miranglardagi pagon, ko'ksinglardagi orden, peshonanglardagi kakilarni ilib etinglar, qo'yninglarga tiqinglar, dedi Nizomiddin. Egarning ostiga joylasak qandaq? Bo'lmaydi. Qo'yindan boshqasi beka. U o'zi gimnast torkisini yeshib, polik bayrog'ini beliga o'rdida, ustidan gimnast torkisini yana kiyib oldi. Birdamdala ular xuddi qismdan haydab yetilgan jangchilardek holga kelib qoldi. 1 soat dam olgandan keyin yangidan o'rlab chiqqan kun ularda bir xil ezilish qo'zg'ab, isitgan chog'da qism yana otlanib yo'lga chiqdi. Degandek, birer soat mongmayla ikki yondagi tog' bag'ridan oldidan necha yuzlagan odamlar ularning oldini to'sib chiqib keldi. Bir nechasining qora miltiqi bor edi.
Ular üç taraflab yupurilib kelmekte idi. Herkes oq chiqamanglar, qarshilik qilmanglar, dedi Nizomiddin. Hammasi buyruqqa bo'ysunib, qurollarni mo'risidan olmay mengiyverdi. Ha, dalil qonning ishlari suvdan chiqqan mushdek bo'lishib qopsa, nega mengishdi? dedi oldidagi qurolliq birisi. Oqilbek oldiga chiqdi. Osmondan yengilganlarmiz. Hamma nimamizdan ayrildik, yurtimizga ketib boramiz. Ha, albatta yengilsan. Turqun ko'rsatib turibdi. Qarqash qabilasidan bo'lsanlar. yo'q, mayman. Voy, o'lgirlar. Otdan tushish, qurolni tashla, kiyimlaringni yeshish. Ba'zilarining otqa, ba'zilarining qurolga, ba'zilarining chigrin o'tiklarga ko'zi tushgan edi. Bo'lish, Chaqabaydan omon qolaman deb o'ylashma. Oldidagi qora soqolliqi hadab varqirab devaylab kelmoqda edi. Hammasi to'rt tarafdan ularni qurshab yiqilib kelishga boshladi. Ang dastlab qora soqolliqi yana bir to'g'riliq pakar birisi Nizomiddinning to'ponchasiga qo'l uzatdi. To'p ichidan asabiylarcha varqirashlar ko'tarildi. Jangchilar qurollarni batlashgan edi. Nizomiddin ko'z ishorasi bilan ularni to'xtatdi. Nechisi kelib qurollarga esildi. Yenni so'rkalarni yirtishni, o'tiklarni soldirishga kirishdi. Botir G'ozi ko'zlarini chekchaytib varqiradi. Boshqa narsamizni olsam elish, kiyimlarimizga tegishma. Biz hayvon emas, qipyalag'ish yuradigan. Ular soldirib olgan o'tiklarni, tortib olgan qurol otlarni bir-biridan qizg'anishib talishishga tushdi. Nizomiddin qurolsiz, otsiz, yalang'och qolgan jangchilarni ko'z ishorasi bilan yurishga buyurdi. Jangchilar xopichilikda keyniga muqarmay mengiyverdi. Xeyli yergacha boshqalarning varang-churonglari o'ngnib turdi. Biroq ko'kil maydonliq kangri soy, yeshil tog'lar hech kimning maylini tortolmadi. Hamma unsiz, ko'ngilsiz yurmoqda edi. Ular Nizomiddinning otlar, qurollarni qarshiliqsizlab berayotganligining sababini tushunib tursa-mu, yana nemishqidir uningdan xafa edi. Jangchilar shundoq jimjitlik, eg'ir sukut ichida yurib, kechga yaqin bir hayvatlik tog' bag'ridagi yolg'iz qo'shning oldiga keldi. Kegizlari o'tmi to'shik bo'lib ketgan qo'sh ichidan og'zida tishi qolmagan, yuzlari ko'ni masining qo'nchidek turlashgan bir mo'may chiqdi. Mo'may bir kunlik yo'l azobini tortgan, kiyim-kechaklari yirtilgan, yalang oyoq ot jangchilarni ko'rib, ishchi siyrildi atimolim. Kelinglar bolalarim, dalil qonning odamlari o'xshaysizlar, osh qopsizlar, bilaman, sizlar hozir shu kunga qoldinglar. Shundoq ona. Siz qaysi qabildan? Chaqabay. Chaqabay? Chaqabay deb qo'rqma bolam. Chaqabayliklardan bulangan o'xshaysizlar. Odam o'xshash bo'lmaydi, hey bolam. Umr deganda bir yonchiqiga yaxshilik, insofni, bir yonchiqiga yomonlik, insofsizlikni silib yuradiganlarmi? Ikkili yonchiqiga yaxshilik, insoflikni silib yuradiganlarmi? Umr bo'yi yomonlik, insofsizlik, texi vahshiylikni silib yuradiganlarmi bo'ladi? Sizlar chaqabayliklarning yomonlariga uchrab qolsizlar. Yomonlari oz edi, hozir ko'payib qoldi. Mayli danglar. Bu umr shundoq yaxshi yomonlik orasida ketib qolgan umr. Qani kelinglar, o'ltiringlar, dam ilinglar bolalarim. Ko'pni ko'rgan mo'may jangchilarning ruhiy holatiga shu turqiga qarab hammani tushungan edi. Ham o'zining to'kilishga tayyor turgan dardlari nurg'un edi. Jangchilar qo'shning sirtida cho'plikda o'ltirishdi. Menim yo'q bolalarim, qiyiqim bor. Tiqib qo'ygan edim, sizlarga bir chinidan yetidi. Osmonning odamlari odam emas, hayvon desangmi kamlik qiladi. Men bir tul xotinga ko'rmagan azob soldi. Sizlarni har nima qiladi. Zarlamaganimga qaramay, ishki qo'y, sig'ib ichayotgan bir o'shkamni bulab ketdi. Ishki o'shninimi, cholimdan qolgan eski choponnimi qo'ymadi. Ularga el kerak emas. Kunimiz shundoq odamga qolsa, qandoq bo'lib ketamiz? Bo'ri boyada qo'y qolamdi. Odam o'xshash bo'lmaydi, bolalarim. Qolining sutki, sutsizi. Otning tepkek tishlaydig'ini, yavash mo'mini bo'ladi emasmi?
Sizlarning rizqinglar ekan. Qayron o'shgam yerim kundan keyin qechib keldi. Shuning ustidan. Qani, qichinglar bolalarim. Mo'may tinmay so'zlaydi. Banditlardan bulangan bo'lsa-mu, ruhliq tetik edi. Shu ishlar uningga qilchimi ta'sir qilmagandek, turmushda mundaq ishlarning yuz berishi muqarrardek so'zlaydi va jangchilarga tasalli beradi. Bu ishlarni o'tib ketadi, opa. Dalilqonning odamlari yana qaytib keladi. Yomonlik, bulanchilik qilganlar, inqilobga qasd qilganlar o'ziga qiladi. Oz kunda ko'rimiz tehi, dedi Botir G'ozi birchini qitiqni biroqli sumirib etib. Shundoq, Dalilqon, Ahmadjonlar yashasin. Ular bizni Go'mindon degan ofatdan qutuldirgan edi. Osmonmi uningga qarshi urushgan. Ko'ngliga nemijin kirdikin, endi uning bilan birlashib elib, o'zimi bir ofatga aylandi. Uning bilan birlashgandikin, ofat bo'lmay nima bo'lmoq? Uningga tushunmay ayishayotganlarmi ko'p. Jangchilar bir chinidan qiytiq ichishib, menishga taraddudlandi. Ularning ko'zlaridan nur o'chgan. Atrofga beqishlarida umidsizlik aks etdi. Osh ko'ringan egiz tog'dan qayrilib, yana bir kun mansanglar. Dalilqonning eliga yetsizlar, ular sizlarni Tarbag'atayga yetkazib qo'ya. G'ayrat qilinglar bolalarim, g'ayrat degan erga qanot. Rahmat opa. Sizning bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Dalilqonning jangchilari unutmaydi. Sizning yonchuqlaringiz butunlay yaxshilik, insof bilan to'lgan ekan. Jangchilarmu mo'maymi kulishdi. Qism yo'lga chiqdi. 13-bob. 12 kunda Nizomiddin polkidan hayot qolgan 12 odam Tarbag'atayga Shimoliy front general shtabi chekinib kelgan joyga yetib keldi. Azobliq safar ularni pudisi uchib ketgudek holga keltirib qo'ygan. Ko'zlar cho'nqur chanoq ichida pildirlab qolgan. Lavlar qurib gaz bog'ligan. Mangizlar ichiga kirgan. Chiroylar ushuk tekkan kechkuz yopirmoqidek qaradigan. Topollar teshilib o'yilgan. Qisqasi, ular bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan holda urushning hech qachon ko'rib boqmagan sarsonlik, sargardonlik cho'lidan yetib kelgan edi. Shahar sirtidagi qorovul punktiga yetib kelganda, vazifa o'tayotgan jangchilar ularni ko'rib yig'lavdi. Hammadinmu ularning tog'-toshliq shuncha uzun safarni yalong oyoq besishi har qanday odamning ichini yondiradi. Ular general shtabining darvozasida turgan postlarga o'zlarining kimligini ma'lum qilayotganda, shtab ichidan general-mayor Dalilqon va boshqa shtab xizmatchilari o'qdak etilib chiqdi. Yo'ldosh Nizomiddin. Nizomiddin generalni ko'rdi-da, toq turib doklad qildi. Yo'ldosh general-mayor, Shimoliy front 3-otliq polki yetib keldi. General uning so'ziga quloq solmasdan g'olichini keng kerib kelganicha Nizomiddinni quchoqlab oldi. Qadrdon Nizomiddin, hayotgansiz, ko'p ansirgan edik. Xushonlik. Hamma ahvolini uqdiq. Sizlarni hayot qoldi deb o'ylamagan edik. General-mayor gavdilik zo'r odam edi. Nizomiddinmi shundaqla zo'r odam bo'lsa-mu, shu topda u kichkina odamdek uning g'olichining ichida qoldi. Ondan general Oqildek, Botir G'ozi va boshqalar bir-birlab quchoqlashib ko'rishdi. Qani, shtab ichiga kiringlar. Xatolik mendan o'tdi. Meni kechiringlar. Hammasi zoldek yo'g'on bir uyga kirdi. Uyning o'tirisida turgan ustalga Oltoyning harbiy xaritasi yeyilgan edi. Nizomiddin polik bayrog'ini elib ustal ustiga qo'ydi. Dalilqonmu, shtab xizmatchilarimu va o'sha bayroqni ko'z qorchug'idek osirib kelgan jangchilarmu bayroqqa cho'nqur hurmat va birdilla qo'zg'algan qiziq hissiyotlar ichida tikilib qarab turishdi. Nizomiddin hayajon bilan mundoq dedi. Bayroqni har qancha xatarlik paytladimi, jondan ortiq bilib saqlab qoldik. Minglagan jangchilarimiz qirilib tugidi, lekin bayrog'imiz yiqilmadi. Demak, 3-otliq polik hayot.
General mayor hech nima deyolmadi. Uning o'pkisi o'rilgan edi. Faqat Nizomiddinning so'zini ma'qullab beshini langshitdi. Ko'zlaridan taramlab yoshlar quyildi. Komendant bizdan natijasi ko'p askariy kuchi oldidimi? Biz mundaq eg'ir ahvolga duch kelmagan. Balki ustunlik turgan. Demak, qo'rg'on ichidan chiqqan dushman, qo'rg'on teshidagi dushmandan yomon bo'ladi degan harbiy kitoblardagi gap o'z amaliyatimizda isbotlandi. Bu ko'rilmagan urush bo'ldi. Bandit qaysi, xalq qaysi, o'z qismlarimiz qaysi, ayirib olish tas bo'ldi. Balki ho'sharligimiz yetarsiz bo'lganda, dedi Nizomiddin. Botir G'ozimu so'z qistirdi. Eg'ir yeri shuki, ba'zi qismlarimiz tarkibi bilan banditlarga qo'shilib ketdi. Bundaq ahvol boshqa poliklarda mu ko'rildi. Asli bexotliq bizdan o'tdi. Qismlarimizda komissarlar xizmati yaxshi ishlanmadi. Jangchilarda ko'rilgan intizomsizliklar bosh-boshliqlarga bu g'albadan keyin ko'riladigan ahvol deb sal qaradik. Bu bir ochiq savoq bo'ldi. Banditlarning hozirgi g'albasi qismanlik, vaqtliq. Umumiylikda biz yanada ustun o'rinda albatta. Kechiktirishga bo'lmaydi. Umumiy qaytirma hujumga endi o'tamiz. Xo'sh, Nizomiddin, sizning nima talabingiz bor? Nizomiddin nursiz ko'zlarini bir nuqtaga tikib turib qoldi. General mayor yenidagi futbol ko'nikqa burilib mundaq dedi. Qolganlar dam olsin. Siz yo'ldosh Nizomiddinni doktorxonaga boshlab bering. Shtabnomidan yaxshi o'rinlashtiring. Yaxshi davolasin, yaxshi oziqlansin, yaxshi kutilsin. Futbol ko'nik Nizomiddindan boshqalarni boshlab chiqib ketdi. Endi ilishiman. Mag'lubiyatni g'albaga aylantirman. Banditlar hamon o'limga mahkum. Issiq sovuq andili beshimdan o'tdi. Mag'lubiyat menga aql berdi. Bo'ladi. Talabingizni olqishlayman. Siz hozircha dam eling. Bonusda yetib davolaning. Sizga yangidan cho'qon bir polik tashkil qilib beramiz. Yo'q, mening talabim boshqacha, yo'ldosh general mayor. Banditlarga qarshi urushga o'tir yo'nalishda qolgan o'z polkim bilan qatnashmoqchiman. Mening qat'iy talabim shu. Buni albatta Milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi bilan bo'libmi? Sizni bu yoqqa avatgan bosh qo'mondonimiz yo'ldosh Isoqbek bilan so'zlashishga to'g'ri keladi. Ammo men sizning fikringizga butunlay qo'shilaman. Hozircha davolaning, aslingizga keling. Qani yuring. Sizni davolashga o'zim o'rinlashtiray. General mayor Dalilqon Nizomiddinni o'zining kichik mashinasiga selib doktorxonaga elib ketdi. Nizomiddin va uning oralab puttasab qolgan jangchilarini generalning buyrug'i bo'yicha doktorlar jiddiy davolashga kirishdi. Maxsus kutkichilar Nizomiddinning o'ziga maxsus bir sestra, boshqa har 3 odamga birdan sestra qo'yildi. Kech-kunduz uzildirmay tibbiy yordam berildi. Shundoq davolash bilan bir oy o'tganda ular asliga kelishga boshladi. Lekin doktorlar ularning bolnisdan chiqishiga ruxsat qilmadi. Yana 2 haftadan keyin umumyuzlik bir qitim tekshirilib, uning natijasiga qaraydiganligini aytdi. Vaqt o'tgan sari Nizomiddinning yodiga Koni polki, Qadinas jangchilari pat-pat keladigan bo'ldi. Ba'zida Oqilbek Botir G'ozlar bilan ularning gapini qilib, kuz kechalarini uxlamay o'tkazishadi. Sig'inish lazzatlik ish. Sig'inishni o'zaro izhor qilish texmu lazzatlik ish. Sig'inish kishini ba'zida bearom qilsa-mu, lekin o'zaro parang ko'ngilda qoplashib turgan tumonlarni tarqatadi. Ular G'oyitning, Nodamning, Rayhonning, Orashning, Jamoliddinning va Vorisjonning ham boshqalarning gaplarini zo'qlanib qilishadi. Yodiga elishadi, sig'inishadi. Ular shu kunlarda nima ishlarni qilib atqandu deb o'ylashadi. Qadrli kitobxonlar, Nizomiddin, Oqilbek, Botir G'ozilar o'zlarining qadimiy sabdoshlarini o'ylayotdi, aslayotdi. Ularning nima ishlarni qilib atganligini bilgisi kelyotdi. Sizlarmi ularni o'ylayotgansizlar? Ularning shu kunlarda nima ishlarni qilayotganligini sizlarningmi bilganlar kelyotgandir. Men sizlarga ularning o'ttir frontda Qolibek,
takamallar boshchiligidagi banditlar bilan qandoq kurashlarni qilayotganligidan ozroq so'zlab beray. U o'z zimilankasida qattiq uyquga ketgan chog'da uni birsi uyg'otdi. U ko'zni qandoq tez ochgan bo'lsa, o'rnidan shundoq tez turib ketdi. Oldida telefonist harbiy qiz turardi. Yo'ldosh batalyon komandiri, sizni general shtabidan kelganlar chaqiryotidi, darhol kelsin deydi. Dedi qiz ikki putini juplab, o'ng qo'lini chekisiga elib. Komandir soatiga qaradi. Soatning istiralkisi dal 12 ni ko'rsatib turardi. Ular qayerda? Deb so'rdi u oldirashlik bilan reminini bog'lab etib. Polik shtabida yo'ldosh komandir. Polik shtabi bu yerdan 3 kilometr yiroqlikda edi. Muhofizachilarimni uyg'oting. Ayol qilmay, batalyon komandiri ishga muhofizachisi bilan otliq yo'lga chiqdi. 11 oyning sovuq kechasi edi. Qorong'uda yo'l xira oqirib ko'rinadi. Bu yo'llarda ko'p qitim mongan otlar o'z egalarining boshqursiz polik shtabi joylashgan o'ringa qarab ildam yurib ketdi. Tizgin sirib taraslab ketib borgan otlarning tuyoqlaridan volildab uchqun chachraydi. Otlar polik shtabi joylashgan zimilanka oldiga kelib to'xtadi. Ular otlaridan tushdi. Zimilanka ichida turgan qorovul jiddiy holda tangli varqiradi. Proposka! U darhol javob berdi. Granat! Qorovullar eshik oldini bo'shatdi. U muhofizatchilarni sirtda qoldirib, o'zi zimilanka ichiga kirdi. Telefonning yenida o'tirgan harbiy qiz o'rnidan turib chos pardida ichkirki uyning eshigini ko'rsatdi. Marhamat. U ichkirki uyga kirdida o'ng qo'lini chekisiga elib hurmat bilan aytdi. Yo'ldosh general-leytenant, buyrug'ingiz bo'yicha 1-batalyon komandiri kapitan Gay Sulaymonov yetib keldi. Rahat, dedi general. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 2 qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Shehu 1-polik 1-batalyon komandiri kapitan Gay Sulaymonov. Siz o'z batalyoningizni boshlab 16 noyabr kuni Undirxon ovulini ishg'ol qilasiz. 18 noyabr kuni Shayton ko'rikni olasiz. Jangchilar tezlik bilan ikki yoqdan yaqinlab kelsin va shiddatli o'q tutsin. Men balgi o'qi otgandan keyin atakaga o'tamiz. Ataka qiyoqas cho'qon bilan boshlansin. Kishchanga yon tarafdan 2-ozod nishonliq polik yetib keldi. Polik komandiri bizga bu yerning sharoitini obdan bildigan mana bu kishini qo'shdi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilham Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.